Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida saralashlar mavzusini davom ettirgan holatda bugungi darsimizda 4-chi saralash usuli bubble sortni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz o'tgan safar yozgan selection sort mavzusidagi saralashlar dasturni to'liqligicha ko'chirib olamiz. Bubble sortga tashlaymiz uni. Mana bu joyi bir xil bo'ladi hammasi uchun va oxirgi saralangan holatdagi joyi ham bir xil bo'ladi. Faqatgina hammasida sorting qismi o'zgaradi. Biz uni o'chirib tashlaymiz. Bu yerga sorting joyiga bubble sortni algoritmini yozamiz. Buning uchun bizga for cycle operatori kerak bo'ladi. I degan o'zgaruvchi olamiz har doimgidek. In 0 dan n gacha. Hamda bizga yana bitta for cycle operatori kerak bo'ladi. Buni nomini g deb olamiz hamda uni elementini 0 dan n minus i minus 1 gacha deb olamiz va shart beramiz. Agar a ni g-chi elementi katta bo'lsa, a ni g plus 1 undan keyingi elementidan katta bo'lsa, val temp degan o'zgaruvchi olib a ni g-chi elementi bilan o'zaro joyini almashtiramiz. G plus birinchi elementi a ni g plus birinchi elementini tempga qaytarib beramiz. Va hamma for cycle operatorlardan chiqib ketib saralangan holatiga o'tamiz. Saralangan holatida esa xuddi shu narsani ekranga chiqazib bersin deymiz va dasturni ishga tushiramiz. Massiv elementlarni kiriting. 15 ta massiv elementlarni kiritamiz. 0 dan 15 gacha bo'lgan sonlarni tasodifiy 15 ta massiv element bilan to'ldirib berdi va uni bubble sort asosida saralab berdi. Mana oxirida 0 bor ekan. 0, 1, 2 va hokazo 77, 83 gacha. 77 dan 2 ta ekan mana. 77, 83 gacha. Ya'ni xuddi eskilariga o'xshab 0 o'sib borish tartibida saralab berdi bizga. Ya'ni hamma dasturlash, hamma sort, ya'ni hamma saralashlarda o'zaro solishtirib, shart berilib, asosiy maqsadi o'zaro shart beriladi va o'zaro yonma-yon turgan elementlarni kattasi bilan kichkinasi tekshirib boriladi. Qaysi biri katta bo'lsa, o'zaro joyi almashtirib olinadi. Agar joyi kichkina bo'lsa, bu narsa almashtirilmaydi. Agar o'zaro joyi katta bo'ladigan bo'lsa, bir-biridan unisi o'ngga, bunisi chapga o'tib oladi. Buni biza video darslarimiz bor, kichkina video darslar bor. O'shalar orqali, video roliklar orqali ham ko'rishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi.